Hammaga salom do'stlar, Futbolgacha kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda juda ham qiziqarli mehmonlar bilan zo'r challenge'lar olamiz. Yangi loyiha, yangi proyekt, hammasi zo'r bo'ladi. Bizning birinchi mehmonimiz bu Sonic X jamoasidan Muhammad aka Kingsman. Hammaga salom. Ikkinchi mehmonimiz Vantage Blaze jamoasidan Dilik. Eng особенный go'st, afsona futboli prямо yorib olgan odam bu Zohir aka Prima. Ularning hamma zarbalarini nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu devorni защищать qiladigan Daler. Bizning bosh homiy Optima Lowe's do'stlar. Agar sizlarga eng sifatli perchatkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu telefon raqamga murojaat qilasizlar. Narxlari juda ham hamyonbop. Let's go. Itak, kim boshlashini hozir biz eski prямо yoshlikda hal qiladigan любой problemani Don Ziki bilan hal qilamiz. Kim birinchi boshlashini? Don Ziki. Как раз birinchi boshqa. Oxirgi Birinchi, ikkinchi, uchinchi, oxirgisini. Hop do'stlar, birinchi bo'lib shunda Muhammad aka boshlaydigan bo'lyaptilar. Biz hozir qanaqa challenge qilishlarni mana shu ruletka orqali aniqlab olamiz. Ha, bu yoqdan. Tak, sizga istepadigan challenge bu. Spini. Do'stlar, hamma men GoPro'da kadrlarni olib yuribman. Buni hammasini men Telegram kanalimda ko'rsanglar bo'ladi, eslashda. Videoni oxirigacha ko'ring. Birodar, gato? Boshladikmi? Boshla. Endi mana Zohir aka birinchi Так, Без разминки. kassada 0 bo'lib turibdi haligacha. Avtoy заказывать qiluvdingiz aka? Да. Bu Rabanni aydirib. Padzakaz tushibdi aka. Ko'pchilik bilmaydi, Zohirni hozir yumotib qoradi. Oy. Men aytdim. Birinchi zadaniyada srazu kошелёkka 100 mingni tashab qo'yaptilar Zohir aka. Dash ketamiz deylik. ketdi. Menimcha sizga Konus. Long Itak, Zohir akamiz izlaridan srazu deylik o'zining cho'nchagiga yana 100 ming tashyapti. Ikkinchi turga o'tamiz o'rtoqlar. Bunga endi omadsiz kelsa kerak. Kelmaydi. Hammasi omadli-yu. Priyomada. Muhammad aka Kingsmanda nikak o'xshamayapti. Yani qish yig'ishga, shuning uchun 3-shans kutamiz. По-любому bir narsa bo'lib ketishi kerak. Hozir esa Zohir aka ekanlar. bugun niyatingiz вообще Left or right bo'ldi do'stlar. O'yingan chapkam одинаково. Okey. Dilik. Keyingi sano nima bilan stinka bilan Можно konus. Штрафный. mana shundan kerak edi. Mendeki tepmoqchi bo'ldilar do'stlar. Itak, Dilik o'zini cho'nchagidan 100 ming oldida, bizning cho'nchagiga qo'yib qo'ydi biradda 0. Hozir Все, я уже проснулся. Wow! И заснули. Tayyormisan? Можно? Plus 100 ming. Kommentariyani zo'r yozgan odamga shu 100 ming tashlab yuboraman. Ha, stinka bilan. 3-marotaba long shot tushirsangiz bilmadim aka endi. Do'stlar, bu hozir mana burger boshchiroq deydi. Koptoni oshda qo'yamiz, просто konus ustiga kopton qo'yamiz и как бы sloti tepish kerak bo'ladi o'shada. Itak, Zohir aka 3-udarlarni tepdilar и cho'nchalardan minus 100 mingni обратно joyga qo'yib qo'ydilar. Hozir Zohir akada 100 ming, Dilik 0 и Muhammad Kingsmanda ham 100 ming. Ketdi. 4-tur.
Konus menga tushsin. Priyom udar. Yomon emas. Gala. Ishonaman varata. Voy! Ketdi. Xo'p, bo'lmasa ham qani bitta omad sinab ko'ramiz. Snakata. Snakata. Google'dan chiqarish o'zi qiyin. O'shaning uchun Muhammad aka Kingsman 200 mingni cho'nchaga hisob qo'yaptilar. И дальше ko'ramiz. Kстати, bilan знаком. Muhammad aka hozir сразу men reyting tepasiga chiqyaptilar. Потому что 100 minus 300. Qani? 1-1. 1-1. Так, judayam лёгкий такой. Нежный gol mana bo'ldi. предпоследний раунд. Legenda bor. Oxirgi Snakata. Ko'ramiz. Bizning ikkinchi hamkorimiz do'stlar bu Yum Medical. Bir martalik tekstil mahsulotlarini ishlab chiqaradigan kompaniya. Shuning uchun do'stlar, bizning futbolgacha promogodimizdan ishlatsanglar, skidkalari ham bor. Let's go. Do'stlar, bizda hal qiluvchi raund. 5-raundda hozir hammaga bitta общий challenge beriladi. Challenge, так как dilikda eng kam hozir 0, bularda kilolikda 200 dan kim gol ursa shu yutadi va oxirgi raund dilik tanlaydi. Konus. Нереальный yonadi hozir hamma yo'q. Muhammad aka ham, Zohir aka ham long shotni idealni tepishadi. O'shaning uchun hozir prямо bo'y bo'ladi. Kutamiz. Bu joyda Zohir olib ketadi. Lekin bas kelamiz xudo xohlasa. Mana bitta marta. Aynan navbat qilganda. Muhammad akada bitta shans bor edi, shuni baqlashga использовать qildilar. Gol endi bo'lmaydi bir o'zi. Zohir aka Primov tepadilar. Shanslar prямо mamnun bo'lib turibdi hozir. Shot сравнять qilishga voy, bu вообще dramatik holat bo'ldi. Itak do'stlar, bu challenge'imiz oxiriga yetdi. Challenge'da 3-o'rinni Dilik Montaj bo'yicha jamoasidan 100 ming so'm bilan 3-o'rinni Hatto egallab oldi. 2-o'rinni Zohir aka Primov futbol afsonalari тоже 100 ming so'm bilan 2-o'rinni Hatto olib oldilar. И также birinchi o'rin bu challenge'da boshida salani o'xshamasdan, hali uyg'onmasdan keluvdilar, lekin comeback qilib bu challenge yutib ketgan odam bu Muhammad aka Kingsman Sonic X jamoasidan. Tabriklaymiz. Barsaga muxlislik qilsalar ham real ishni qildilar, oxirida start oldilar do'stlar. Bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta, like, podpiska esingizdan chiqmasa, sizlar bilan muhastik bugun yoradi. Ay. Daler, darvozabon, Zohir aka Priyu, Umneka, Muhammad Kingsman, Izi. Hammalarga rahmat. Keyingi выпусklarimizda qaysi mehmonlarni ko'rish xohlaysizlar yozib qoldinglar. Men bu 300 mingni obunachilarga sovg'a qilmoqchiman. Voy. Kommentariyada Sonix jamoasiga qanaqadir tilaginglar bo'lsa yozib qoldirsanglar, eng chiroylisini tanlab 300 mingni topshiramiz. Voy, do'stlar, shedran kommentda bangalab tashlaylar. Tak что do'stlar, keyingi выпускlarni kutib qolinglar. Hammalarga xayr.